pişti programımızın tajdarlıqını Aylinaz Guroyi öz üstüge alğan. Aylinaz Guroyi qarmıqıdaki yemek-içmek sorunları ve Babur Badi Çiniqish Merkezi sizni qizg'in qarshi aladi. Tamaq pişti programımızını Şinjan Eksan Yağçılık Çeklik Şirketi Eksan Yağları alohida qo'llagan. Tamaq pişti programımızını Şinjan Mısran Yemeklik Çeklik Şirketi Mısran Qizlari alohida talab qilgan. Hərəkət barlıq hayatlıqның mənbəsi. Hərəkət sağlamlıq, baylıq deməkdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız ömürlük arzuyunuz bolsun. Küçlük, sağlam bulay deysanız, ruhluq, yaşırıp duray deysanız, Aylinaz Babur Badi bədən çiniqtirish mərkəziga keling. Ölçəmləşkən türlük çiniqish üskünələri. Ko'ngillik aram ilish rayoni. Pakiza munchi muhiti. Ko'ngildagidek çiniqish manzilingiz. Kasbləşkən trenerlarning astoydil yetakləşi. Haqiqiy çiniqish arzuyingiz Babur Badi Çiniqish klubida qarar topsin. Adresi Şinjan Taşı metro bekiti, yani Star Soda Sarayı'nın 5. qavati. Tamaq pişqan şu damlarda ailəyə qayıtıb, öydikilər bilan halmın buluşub, xushal kayfiyatda tamaq yeyish haqiqiy ailə mehrini his qildırdı. Daim uyingizga qaytib, ata-onangiz bilan, qarindoshlarınız bilan, jo'ringiz va farzandlaringiz bilan birga tamaq yegash, ular bilan sirdishing, mungdishing. Tamaq pişti programımız dal sizga ailəning, qarindoshlikning, do'stlikning mehr-muhabbatini his qildirishni maqsad qilgan programma. Tamaq pişti programımızın her bir sanığa kasb ve turmuş jihatda natija yaratgan shaxslar qatnashib, ko'ngilli kayfiyatda o'zi eng yaxshi ko'radigan tamoqni aytishni bizga o'rgatdi. Shundaqla biz yana ular bilan kasb ve turmushdagi qo'lga keltirgan natijalari va tajribalari haqida o'rtoqlashamiz. Diqqatingiz Şinjan Radio Televiziya stansiyasi Uyg'urcha axborot universal kanalida haftada bir son ko'rsatiladigan Tamaq pişti programmasida bo'lsin. Qadrli ko'ruvchi do'stlar, Şinjan Aylinaz Guroyi tajdarlıqdaki Şinjan Eksan Yağçılığı alayda qo'llagan Mısran Qizlari alayda talab qilgan Tamaq pişti programımızı ko'rishinglarni qarshi olamiz. Ailedagi illiqlik, aile a'zolarining o'zaro bir-birisiga kuyinishi, yordamda bo'lishi, apuchan bo'lishi va qadrlashidan keladi. Biz barliq ailelarga ana shundoq mehr, ana shundoq baxt tilaymiz. Bugün programımızga biz Şinjan San'at Yurti Opera Teatrining pensioneri, peshqadam aktyor Mahbirat Ömer Hanım ve onun kızı Şinjan San'at Yurti Kuy-Suyar Orkestr ömükining yaş muzikanti Ruqiya To'lqinni alayda taklif qildik. Qizg'in alqishlarimiz bilan ularni taklif qilamiz. Marhamat. Xush keldinglar. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Ruqiya, salom. Ko'pchilikka bir salom beraytan sizlar oldi bilan. Ekran oldidagi ko'rurman do'stlar. Mush programma orqali sizlar bilan yuz ko'rishganimizga intayin xursandmiz. Ekran oldidagi har bir aylangi salom. Bugün bir jup Qizilgulning programmamizga kelgandan beri xushal bo'ldik. Amaliyotda Mahbirat dadam bilan Ruqiyaning oilasi haqiqatan bir san'atkorlar oilasi. Chunki bu oiladagi 4 jonning hammasi san'atkor. To'lqinkam davlatlik 1-darajalik muzikant. Mahbirat dadamni boyam tunishtirib o'tdik. Hammamiz yaxshi ko'radigan shu onalarning obrazini, mehribon onalarning obrazini yaratib hammamizni texmo suyundirgan suyumli aktyorimiz Ruqiya bo'lsa, biz hammamiz yaxshi ko'radigan filot chag'an eng go'zal qiyofati qalbimizga o'rnab ketgan bir suyumli do'stimiz. Undan boshqa bu oilada yana bir hammamiz bek yaxshi ko'radigan bizningki top cho'lpinimiz Farruh To'lqin. Demak, bu oilada 4 san'atkor bor, 4 tilisi hammaylar intayin yaxshi ko'radigan iqtidorli, munavvar san'atkorlar. Shuni so'rg'im bor, tamoq etishdan burun, endi sizlarning oilada gap paranglashgandan keyin oxirgi kesishish nuqtasi yana san'atga berib qadlamdigandi deb o'ylab qolma. San'atni to'xtamdi shu yerda taqalam. Mush kasbning 4 yilimiz mush kasbda bo'lgandan keyin qanday gap qilsak, mush kasbiy jihatda to'xtalib qolamiz. Cho'gilab shuningda to'xtalib qolamiz. Masalan, yo'ldoshim To'lqinmi kasbimni shunda qo'llaydi, mush kasbning ahli bo'lgandan keyin. Bolalarimmi yaxshi fikrlarni berib, bo'lmag'ayani bo'lmadi, bo'lg'ayani yaxshi bo'ldi deb shunda yaqinda yordam berib qo'llaydi qizim. Uning ustiga o'rtaq parangichiq bo'ldi-da, o'rtaq gap. To'g'ri. Unda bo'lsa, Mahbirat ada bugun bizga nim tamoq etib bermoqchi bo'libsizlar. Ko'pchilikka qanday tamoq etishni o'tib qo'ysizlar.
har xil murosim faoliyatlaringizning ko'ngildagidek makoni, do'stlar jam bo'ladigan esil so'rin Tianshanguli restoranida. Tianshanguli restorani musiqalik zalida san'atchilar siz uchun kuy yangratadi. Muhiti go'zal va ozoda. Tamoqlari yeyishlik, mulozimati a'la. Jam bo'lishning, ko'ngil etishning, esil taomlarning payzini suray desangiz, Tianshanguli musiqalik restoraniga qadam tashrif qiling. Adresi Urumchi Toshimin avtobus bekati yonidagi Shiji Payshan binosi 4-qavatda. Turmuşimiz kündün kunga yaxshilanayotgan bugungi kunda hammamiz sifatlik, tamlik, qaytilab cheklangan narsalarni tanlab ishlatishga yo'nalamiz. O'zingiz va atrofingizdagilarning huzuriga ehson, yurishlik yog'larni sundik. Biz ehsonliklar kuchimizning yetishicha yog' tarkibini nachirat ayirib o'lchamga yetkazishga tirishib, tanlashimlarga sundik. Sifatlik mahsulot iste'molchining ehtiyoji uchundir. Ham material, texnika va sifat darajasi amaliyot jarayonida isbotlanmoqda. Hammamizning uyida ehson yog'lari bo'lsin. İsmini qo'shib ishlab, yolg'izlik his qilgan chig'ingizda, yiroq safarlarda esil tamni hamroh qilishni o'ylaganingizda, loyiqingizning ko'nglini esil tamlar bilan tutishni o'ylaganingizda, 15 minutlar sizga esil tamning huzurini ato qiladi. Odila o'zi pishirar samovar sho'rpisi. Lezzet Mısır'ın kıyızları. Bugün etmekçi bo'lgan tamoq balam, mushu lanxabi o'ralmasi. Quvvat qismi yaxshi. Ayollar bekroq yaxshi ko'rdi, chunki saylik, har xil qiymalik saylik bo'lgandikin ayollar jiq yaxshi ko'rdi. Uyga kelgan mehmonligimni o'zim to'laroq mush tamoqni etib berishni yaxshi ko'raman. Ketirgan xurishlarni bir tunishtirib o'tamiz. Ha, go'sht qizim. Buni qo'rdoq qilib qo'rib olamiz. Lanxabini qaynoq suvga chilab turib, o'rditib, yumshatib, go'rishnimi ilman qaynoq suvga chilib oldik. Uningga sevze, qizil laza, mavu ügür piyaz demdik, mana so'ng piyazning kichki. Ha. Mushning bilan go'shtlar bilan aralashtirib, go'rishni qiymilab aralashtiramiz. Anandan keyin mushu qo'rdoqni qo'rib, yong'yo, samsaq, pomidor muslarni selib, qo'rdoqni qo'rib olib, suv quyib, bu pishgandan keyin lanxabi o'ralmasini to'piga tizib, o'rditib, 25 minutda yegidek tayyor bo'ldi. Unda olsa başlasak bulamda. Bo'ldi. Başlayalım da olsa. Ben neymiş qıpray? Men to'g'ranga qizim. Adetde Ruqiya uyda yaxshi yordamlashamdi. Shunda qul tamoqqa menda usta taxe. Qancha ishtirgatgan Ruqiyaga tamoq etishni maqsad qilib bir 12-13 yoshni tatiblam qozon beshga o'zi o'tib olib yordamlashimda tamoqqa haqiqatan pishiq. Ballarni bo'libmi qizlarni kichikdan tamoq etish, uy ishlariga silib tarbiyalash bek muhim ma'qul. Ha. Maynab beray. Ma'qul. Programmamizni alayda qo'llagan eksan yog'lari. Ha, bo'ldi. Bugun shu eksan yog'larida etimizda tamoqni. Shuni qizartib sho'qib bo'lsa. Saliqdek. Bo'ldi. Bu filotni qanday talab qilganingizni izchil doim ko'rishib turmiz, lekin men o'zingizdan faqat so'rab baxmagan. So'rab baxmagan adasha. Asli men san'at maktabga g'ijekda imtihon berganchu. San'at maktabga o'tib kirgankin, lekin Yevropa muzikasi tanlamoqchida ko'nglimda. Shu bilan nima o'rgansam bo'lar, chiqib cho'qim bir muzika o'rganishim kerak. deb shuni o'ylashib tug'a vaqtlarda Julg'un restorani deb bir restoran batdi. Tom tarafga, o'ng tarafdagi tom tarafga butunlay ashla Yevropa musikalarining rasmini ilqi minglab tushga ashla Yevropa musikasini tutib tushga rasmlarni esitibdi-da. O qiz shundami chiroyli chashirmishdi, o budra. Bak chiroyli bir chatalik qizni. O'zingizni ko'rgandekli bo'ldingizmi? Akla opam to'g'ri aytdi. Shuning bilan ash chiroyli qizni pilotni tutib tushga rasm bakanda. Hay nimda chiroyli deb hammamiz jo'zg'i yurib o'tasman yil rasmni oldida turmanda o'qiib. Shuning bilan bu nim muzikay mushum men çalsam bo'lmamda muzika ekan, mana bu qanday narsa deb so'rsam, flot, Yevropa muzikasi, Germaniyaning muzikasi bu. San'at maktabida o'qitilgan ma'lum ba degandikin bo'ldi, men mush ovozni anglab baxmay turib.
Şoňlan boldy men muş muzikany ügünmä dep çyraýyny görüp ýaxşy görgende şoňlan pilotny tanlap kalgan. Öy kepti sol şoňlar koşuldy. Ha, qoşuldy. Ha, mana taýýar boldy göş. Apa boldyma, Göçte boldyma. yavasa bala man toğram. Bunu qanda toğrayım, çoň toğramdym Ama ýa-ki. uşak toğramız. Yaňyny ýagdy kızartyp alýar. Kızartıp alımız. Kızartmay töpük salsak mı buldu, lekin manda kızartıp alsak təmlik oldu. Ha. Başqaç təmlik oldu. Əmdi manın bilen man toğran. Man sınjağını yalpak toğraysiz. Nipiz mi qilib? Nipiz toğran. Hamma to'g'ri aytapdi. Həmmini. Sanat hayotingizni eslagan vaqtingizda, nafratida qaysi davrdagi asarlaringizni eng yaxshi chiqqan, asarlarim yaxshi chiqqan davr deb qaraysiz? 23 yaş vaxtımda akım iki kinonu oynap ekran hayatım 23 yaş vaxtımda başlanğan. Hazır söyünüme aşı rollarımda oylasam 23 yaş vaxtımda 50 yaşlıq 60 yaşlıq onun rolunu oynagan. Anankin opera ömek kelgenden kimmo baş rolunu oynadım, asaslık rollarını. Özüm hakikaten yaxşı oynadım dep qarayma balam. Hem de hazırki muş yaşımda pensiyaya çıqqandan keyin Ulaşıplam yana ekran hayatım başlanıp gitti. Aldırışıp kettiniz ha? Pensiya chiqib aldırışıp ketdi. Hem de özüm kesbimni bek yaxşı kögeçke dolqumni qollaydı, ballarimni qollaydı. Nayt özüm xoşal balam. Bir gün salamet bolsam, bir gün muş ekrandaki hayatım davamlasa eken dep oylayman. Ras sanatkarlarning ko'nglidagi gapni dedingiz ada. Barliq sanatkarlar meningcha bir kun sog'lom oltim bo'lsa sahnadan ayrılmasamken deydi. To'g'ri, Ekrandan to'g'ri. ayrılmasamken deydi. Çünkü sanatkarlarning xalq uchun xizmat qilishdagi eng muhim o'rni shu sahna, shu To'g'ri, ekran. to'g'ri. Shunlashqa mushu shaklda mushg'ul vasita orqali xalq ommasiga xizmat qilsamkan, o'zimning yaxshi asarlarimni sovuq qilsamkan deb To'g'ri, o'ylaydi. to'g'ri. Barliq sanatkarlarning qalbidagi so'zni dedingiz ada. Rast. May kızıdı, hem de göç bilen muş sınjağın, samsaqtın işkiç arlaştırıp selivetsek, nayet mezlik purak çıkıdı. Aldı keyni tertibi yok, bırakılsa Bırakılsasak muş göç bilen. Sınjang bilen samsak. Samsaqtın işkiçla purak kirgizish üçün. Lan xabin hem de ma qaynak suda yumuştuş üçün, Muşu astıdık kütüküne bıçak bile uyup evalımız. Bulmasa kat-katığı ötüp yemişmaydılan kabi. Evitimiz. Şun an evitip ma şekilde kaynak suda hurdutumuz. Tuvak ne? Ma göçmü hele horlavatıdı. Bir demden keyin muşu can uyudun azrak koyumuz. Hem şu bacağını salımız, anın kim mas sokmagan bacağından salımız balam. Sokmagan buluş ki. Texmo tem kirgizip, mizlik hem temlik pek yaxşı oludu. Lezzet Mısır'ın kıyızları 31, 32 boldu mu? Simtirek mügü oğam olan gördünüz mü? Aa, yancıqın bir kıyızın bir tıl bəsən depremi. Mısır'ın? Mısır'ın kıyızları? Mısır'ın yürüşlük mahsulatları. ismini qo'shib ishlab yolg'izlik his qilgan chig'ingizda yiroq safarlarda esil tamni hamroh qilishni o'ylaganingizda loyiqingizning ko'nglini esil tamlar bilan futishni o'ylaganingizda 15 minutlar sizga esil tamning huzurini ato qiladi. Adila o'zi pishirar samovar sho'rpisi. Programmamizni qo'llagan Aylinaz Guruhiga, Eksan yog'lariga, Misran qiyizlariga va Nazifa oshxona buyumlariga alohida rahmat aytamiz. Görüşne ilman soğa bir 20 minut çılap
qo'yib olamiz. Chilab ma guruchlar suvini ichib, sal esilgandan keyin sebze, kichik so'ng piyoz, o'gir piyoz. Andan keyin kichikkin qizil laza, azroq mayliq go'sht qatimiz mana bu ta'mi texim yaxshi bo'lish uchun. Mushlarni ilashtirib, hamda guruch bilan andan azroq tuz solamiz. Boshqa hech qanaqa xuruj solmamdi. Yo'q. Tuz soldik, hamda qarmushdan azroq solamiz. Bo'lmadi, men aralashtirayman. Bo'ldi, ilishtiring. Zir samamdi qapa. Yo'q balam. Zir sasa qilqi o'pkesipninki, yesipning ta'miga o'xshab qoladi. Shuni qarmushdan solamiz. Mana hamma narsa tayyor bo'ldi, siz chatdim. Bu go'sht pishsa, qaynab, mana tugsaklam bo'ldi. Mana bu qaynab, yumshab qopdi. Apodek qatqlan. Maqsad musholatga keltirishmi? Keltirish, yumshoq qilib. O'rda yumshatolmasak, sunib ketib bo'lmaydi emasmi? Apa qanchalik solma? Bo'ldi balam. Mish bo'lma, oziq qolar. Ha, yana kichkin salam. Bo'lma. Bo'ldi. Go'shtimiz pishib qoldi hozir. Buningga endi mush to'kkan O'ralmani. lanxabi o'ralmasini mush chilaplam solamiz. Ichil ketmaydi u. Yo'q. Rat bo'yicha tizib olganmiz, apa. Ha. Hozir endi lanxabi o'ralmasini shu qurdaqning suyiga chilab dumlab oldik. Bu 20 minutdan 25 minutgacha pishadi. Men to'g'rimaymiz-ku, apa. Yo'q, palakni selib, buni bir 2 minut o'rda yumshatib, uni evalamiz. Laza. Buni kichkina yumshatib olamiz. Ayepang. Mustaq evelib, elib pishgandan keyin ko'piga rang berish uchun mustaq azroqlam yumshatib olamiz. Bu tamuqimizmi pishib qoldi. Qarmoq qilib bek o'xshagandek. Mahbiratida bek o'xshidi bu tamoq. Bak o'xshabdi. Qancha numar? 100. 100 numar. Voy. Rahmat, mahbiratida bugun programmamizga kelib, mushta esil tamoqni etib berganinglarga, bir jup qizilgul ana bolalarga sizlarga bir qatim rahmat aytamiz. Rahmat. Bugungi shu tamoq pishdi programmamizga qizim bilan birga qatnashib, tamoqlarni etib, sizlar bilan ham suhbatda bo'lganimizga shunda xush bo'ldim. Har bir barliq ota-onalar bolalarimizga tafsiliy tamoq etishni o'rgatib, kundalik tamoq vaqtimizda o'pchimiz tamoq dasturxonida birga o'tirib, kundalik turmushimizni bolalar bilan shunchalik xushal-xuram hamdamda o'tkazsak, texmi ko'ngillik o'tadi bu kunlarimiz demoqchiman. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bugun biz Mahbirat odam bilan Ruqiyani programmamizga alohida taklif qildik. Ham nayt ko'ngillik suhbatda bo'ldik. Yangicha bir xil tamoq etish usulini o'rganib oldik. Mana shunday ko'ngillik programmamizga qadam tashrif qilgan suyumlik mehmonlarimizga yana bir qatim rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Qadrli ko'rman do'stlar, Tamoq pishdi programmamizning keyingi sonlarida texmo yangicha mazmunlar sizlarni kutib turdi. Kelasi son programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.